Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 radio kanalida yangiliklar, studiyada Dilshod Bo'riyev. O'z arxiv agentligida tizimdagi arxiv muassasalarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar ishtirokida arxiv malikalari respublika ko'rik-tanlovi hamda o'quv seminari bo'lib o'tdi. Tanlov 4 asosiy shart bo'yicha o'tkazilib, unda arxivchi xodimlar sohaga innovatsion loyihalarni joriy qilish, har qanday sharoitda kreativ yondashish, stress holatidan tez va ijobiy chiqib ketish, arxiv ishi va axborot texnologiyalariga oid huquqiy savollarga javob berish hamda ijobiy qobiliyatlarni namoyish qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Tadbir doirasida gender tenglik, mazmun, mohiyat hamda istiqboldagi natijalar mavzusida seminar trening ham tashkil etildi. Jizzax viloyati davlat arxivi xodimi Hafiza Abdullayeva. O'z arxiv agentligi tashabbusi bilan tashkil etilgan arxiv malikalari ko'rik-tanlovda ishtirok etdik. Bundan tashqari zakovat intellektual o'yini va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha o'tkazilgan seminarda ham faol qatnashdik. Aytib o'tish kerakki, aynan mana shu loyihalarning barchasi biz arxivchilarning bilimimizni, malakamizni oshirish uchun ham o'tkazildi va biz mana shu tadbirlarda bir-birimiz bilan fikr almashdik. Yangi tashabbuslarni, g'oyalarni ilgari surdik. Ayniqsa korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha o'tkazilgan seminar davomida treninglar ham o'tkazildi. Savol-javoblarda o'zimiz bilmagan ko'plab yangiliklarni ham o'rganib oldik. Arxiv malikalari ko'rik-tanlovi bu yil har yilgidan ham o'zgacha o'tkazildi va bu yilgi shartlar ham eng asosiysi mana shu yerga yig'ilgan xotin-qizlarning kayfiyatlarini ko'tarish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va iste'dodlarni yuzaga chiqarishga yaqindan yordam berdi. Xususan, birinchi tanishtiruv sharti davomida har bir viloyatdan kelgan ishtirokchi o'zi haqida, viloyat haqida va faoliyat yuritayotgan arxiv muassasasi haqida bir-biridan qiziqarli bo'lgan videoroliklar tayyorlashdi va bu videoroliklar yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Bundan tashqari, savol-javoblar sharti orqali arxiv sohasiga oid bo'lgan, qonunchilikka oid bo'lgan qiziqarli savollar ham berildi. Bu ham bo'lsa bizning sohaga oid bo'lgan bilim ko'nikmalarimizni yanada yaxshilashga juda ham katta bir turtki bo'ldi. Shartlar bir-biridan ajoyib edi. Ayniqsa erkin mavzu shartida har bir ishtirokchi o'zining qiziqishlari va aynan iste'dodini namoyon etishdi. Ularning raqslari, sahna ko'rinishlari, bir-biridan ajoyib bo'lgan qo'l ishlari nafaqat hakamlarda, balki mana shu yerga yig'ilgan barcha arxivchi xodimlarda ham qiziqish uyg'otdi. Siz yangiliklar bilan tanishdingiz.